Joningizga tegmadimi shu kelov? Yo'q. Ulardan yaxshisini topolmayman. Kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Keling. Gap bor, bu yoqqa kelinglar. Voy bu. Kelmasanglar bu yerga tegib ketinglar iloyim. Mayli sizda. Ana uni beramiz xudo xolos. Qo'lingizni duoga oching. Yaxshi joylarga ato qilib, qaynotasi bilan 8 aka ukasi bor, 4 ta opasi boriga tushsin iloyim. Siz bizmi? Gulsevar. Gulsevar. O'zi mana hayotda gulsevarmi yo pulsevarmi? Ikkalasi ham. Ya bittasi. Pulsevar. Nega? Pulga hamma narsa sotib olsa bo'ladi. Yo'q. Ha, pulga baxt sotib olsa bo'ladi. Yo'q. Yo'q. Turmushga chiqmagansiz. Siz mana baxtlimisiz? Ha. Nimaingiz bilan baxtlisiz? Oilam borligi, ota-onam borligi, o'zim xohlagan universitetda o'qiyotganim. Hamma yaqinlarim yonimdaligi bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Yetadi. Ha, endi siz bilan blitz savollar o'yini o'ynaymiz. Blitz savol mana tez savol beraman, tez javob berasiz. Tayyorsiz? Yolg'izlik qo'rqinchli nima-ki odamlar? Odamlar. 5 yil avvalgi o'zingizni nima bilan ogohlantirgan bo'lardingiz? Hech kimga ishonma. O'qishingni o'qi faqat. Shuni o'zi. Shuni o'zi. Yomon xotiralar ko'proq yig'latadimi yoki yaxshi xotiralar? Yaxshi xotiralar. Katta odam bo'lishni istardingizmi yoki katta bo'lishnimi? Katta odam bo'lishni. Katta odam sabab? Kechirish qiyinmi, unutishmi? Unutish. Tanlang, bir hafta pulsiz yurish yoki telefonsiz? Telefonsiz. Sizga aytilgan eng chiroyli yolg'on. Bilmadim. Eng katta orzungiz? Stewardessa bo'lish. Stewardessa qanaqa gapiradi biroz? Yo'q. Bunchalar zo'rsan.